Ota-onaning mehnati farzand uchun eng katta boylik. Buni qadrini farzand kech tushunmasligi kerak. Otang yo'q, lekin seni hech kimdan kam qilmayman bolam, faqat odam bo'lsang bo'ldi. Umidjon, men bu pulga kitobingni olasan. Xo'p. Assalomu alaykum. Opa tezlashtiring. Xo'p. Kiring. Assalomu alaykum, mumkinmi? Assalomu alaykum. Keling. Keling, bitta duo qilib yuborasiz endi. Yoshlarimiz ilmli, baxtli, rizqli, nasibali bo'lsin. Jahonga aytganingiz kelsin. Keling, xush kelibsiz. O'g'lim odam bo'lsin deyman, o'qisin deyman. Sizlarda o'qib, ilmli, bilimli bo'lishini xohlayman. Yaxshilik niyatda kelibsiz. Sizga qaysi o'quv markazimiz lokatsiyasi qulay? Piskentdagimi, Saiddagimi, Murataldagimi? Bizga qulayrog'i, uyimizga yaqinrog'i Muratali markazi. Farzandingizni olib kelsangiz, o'zim darslarga olib kirib, o'quvchilar bilan tanishtirib chiqardim. Hurmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, o'tirib olamiz. Guruhimizga yangi o'quvchi keldi, ismi Umidjon. Bu bilan kelishib, mavzularni o'zlashtirib olasizlar degan umiddaman. Umidjon, o'tirib olasan o'sha joyingga. To'xta Umidjon, men kecha qolding. Bizga vazifa qildingmi? Yo'q. O'tir, sen bilan keyin gaplashamiz. Hey. Menga yangi telefon olib bering. Bolam, sen uchun harakat qilyapman-ku axir. Farzandingiz tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanish kerak. Tarbiyasiz bolaga ilm ham zarar. Lekin farzandingiz o'qimayapti. Ustoz, sizni tushundim. Otasiz katta qilib, tarbiyasiga ozgina vaqtim ajrata olmayapman. Ishlar bilan bo'lib, shuni o'qitayin deb kuni bilan ishda bo'lyapman. Tushunarli. Sabr qiling, Allohga oson. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga qo'shimcha tarzda qo'yilgan farosat va qaror darsimizni navbatdagi qismini boshlaymiz. Hurmatli o'quvchilar, darsimiz boshlanishidan oldin odatga ko'ra tasavvur mashqini amalga oshirib olamiz. Bu safargi tasavvur mashqimiz avvalgisidan farqlanadi. Tasavvur mashqimizdan natija shu bo'ladiki, bizni hozir onamizga qilayotgan muomalamiz qanchalar og'irligini ko'rsatib beradi. Agar onamiz olamdan o'tgan bo'lsa, uni eslashga bitta sabab bo'ladi. Tasavvur qiling, siz qabristonga bordingiz. Qabrlar orasida qabrlarning ismlarini birin-ketin o'qib bormoqdasiz. Birdaniga ko'zingiz onangizni qabriga tushib qoldi. Shu holatdasiz. Bor ovozingiz bilan onangizni chaqiryapsiz. Sizga odatdagidek tuyulgan "Ha, bolam" degan so'zni endi eshita olmayapsiz. Uyingizga borsangiz, onangizning xalatlari, kiyimlari osilib turgan vishelka sizga yoqmaydi, chunki u yerda endi onangizning kiyimlari yo'q. Choynak ham yoqmaydi sizga, chunki choynakdan choy quyib beradigan onangiz yo'q. Uyga kelib sizga oddiy holda tuyulgan "Oyi, men keldim" degan so'zga "Ha, bolam" deb samimiy tabassum bilan kutib oladigan inson yo'q. Ko'zingiz har tomonga alanglar ekan, lekin endi uni qaytarib borish imkoni yo'qligini siz juda ham yaxshi tushunasiz. Eng katta afsus kech qolgan tavba. So'y pichoqdasan, ey. Ye. Izor. Kim telefon qilyapti? Onamda. O'yinga qara. Tuz qo'ysak ketdi, ey. Yaxshi. Ot, ye. Oy, bitta otishlik edi-yu. Nima qilding? Alo. Buni bilan qattiq eding. Onangni ishdan ketganda mashina urib ketdi kecha. Janazasiga ham kelmading. Biz borib onangni ko'mib keldik. Hozir. Alyo, eshityapsanmi? Ona, nega meni tashlab ketdingiz? Shuncha gunoh qildim. Kechiring meni. Onajon, qayting. Iltimos. Farzandingiz yuzni yerga qaratdi, endi yuzingizni yerga qaratmayman onajon. Farzandingiz yuzni yerga qaratdi, endi yuzingizni yerga qaratmayman onajon. Iltimos, qayting onajon. Ey Xudo. Xudoyim.
Tushamayapman. Imkon bir marta beriladi. Ota-onangizni borida qadriga yeting. Oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha. Oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha. Davlatimsiz hatto xasta holingizcha, shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Istasangiz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga men oyoq bo'lay. Yo'lingizni yoritguvchi chiroq bo'lay. Shukr deyman boringizga, shukr ona.